Xo'p. Rasmni ochinglar. Rasm tashladim. Demak, rasmni ochib ko'radigan bo'lsanglar, bugungi strategiyamiz haqida ozgina slayd tayyorlaganmiz. Darsni boshlaymiz. Demak, bugungi strategiyamiz show period strategiyasi. Demak, bu strategiya slayd o'qisanglar bo'ladi. Davrlar bo'linishi ko'rinishida hosil bo'luvchi strategiya. Ya'ni davrlar bo'linishi nima degani? MetaTrader 4.5 ilovasida show period separation funksiyasini yoqamiz. Ya'ni show period funksiyasi bor. Bu qanaqa funksiya deydigan bo'lsak, grafikda uzuk-uzuk vertikal chiziqlar hosil bo'ladi. Aynan shu vertikal chiziqlar orqali, demak, bugungi strategiya orqali savdo qilamiz. Qaytaraman. Demak, sizlar MetaTrader 4, mayli 4 ilovasini ochinglar. Hozir kimdir kompyuterda yoki kimdir telefonida farqi yo'q. MetaTrader 4 ilovasini ochasiz. Xo'p, ochganingizdan keyin show period degan demak funksiya bor. Inglizcha bo'ladigan bo'lsa show period, inglizcha bo'ladigan bo'lsa show period. Agarda ruscha bo'ladigan bo'lsa, показывать разделите периодов degan demak funksiyasi bor. Tushunarli? O'sha funksiyani demak bosib qo'yasizlar, galchkasini bosib qo'yasizlar. Bosganingizdan keyin sizlarda nima hosil bo'ladi? Vertikal, demak ekraningizda, grafikingizda vertikal uzuk-uzuk chiziqlar paydo bo'lishi kerak. Aynan qanaqa chiziqlar deyiladigan bo'lsa, buni ham hozir kanalga tashlayman. Kanalga qaranglar. Ko'rgan bo'lsanglar, uzuk-uzuk chiziqlar turibdi. Bir time frame'da tilla uzuk-uzuk chiziqlar turibdi. Endi buni qayerdan yoqamiz deganlarga ham demak javob berib o'tib ketaman. Inglizcha va ruscha ko'rinishini. Ko'rdimi hamma? Demak, bu strategiya orqali demak nimaga asoslanib savdo qilamiz degan savolga javob. Bu show period strategiyasi o'zi asosan davrlar bo'linish degan ma'noni anglatadi. MetaTrader yoki MetaTrader 4 yoki 5 ilovasidan demak shu show period funksiyasini galchka qo'yib yoqishimiz kerak. Galchka qo'yib yoqqanimizdan keyin bizning grafikimizda, ya'ni MetaTrader ilovasida uzuk-uzuk ustun shaklidagi vertikal chiziqlar paydo bo'ladi. Biz aynan shu vertikal chiziqlar orqali savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Bu funksiyani qo'shganlar admin profiliga plus tashlab yuboringlar. Qo'sha olmaganlar ham yozsin, yordam beriladi. Faqat tezroq. Shu funksiyani qo'shganlar admin profiliga plus bossin. Admin profiliga bosib turinglar. Bo'ldi. Plus gap yo'q. Qo'shgan bo'lsanglar zo'r. MetaTraderda yo'q-ku bunaqa funksiya. MetaTraderda bor. Rasmda ko'rgan bo'lsangiz, inglizcha yozilgani MetaTrader 5 dagi. Xullas, yoqolmadim deganlarga yordam beramiz. Juda ko'pchilik yoqibdi. Keyingi etapga o'tsak bo'ladi. Demak, keyingi slaydga e'tiboringlarni qaratishinglarni so'rayman. Keyingi slaydimizni ochamiz. E'tibor beringlar, darsimiz aynan shu period, demak funksiyasi
asosida bo'ladi. Bundan keyin gapiradigan gaplarimiz ham demak shu period funksiyasiga aloqador. Demak, uzuk-uzuk vertikal chiziqlar orqali quyidagi davrlar kelib chiqadi. Ya'ni bu qanaqa davrlar deydigan bo'lsak, bizda oylik time frame, haftalik time frame va D1 time frame'lar bor. Undan tashqari H4 time frame bor, H1 time frame bor. Hammamiz biladigan, savdo qilib keladigan time frame'lar. Demak, bu strategiyamiz orqali qaysi demak time frame qaysi time frame'ga tengligini, ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, yuqoridagi rasmni ko'ringlar, men period funksiyasini grafikda ko'rsatgan rasmim, ya'ni gold D1 da turibdi. Gold D1 da turibdi. Aynan men aytayotgan rasm kanalga qaraydigan bo'lsanglar, galchka bosib qo'ydim. Gold D1 time frame da turibdi. Bizda ikkita ustunli vertikal chiziqlar turibdi. Ko'ryapsizlar? Bu nimani anglatadi? Yaxshilab e'tibor berib eshitib turinglar. Bu D1 time frame da grafikimiz turibdimi? Bu ikkita ustunli uzuk-uzuk chiziqlarning orasi 1 oyga teng degan ma'noni bildiradi. Tushunarli? D1 time frame da turibdimi grafik? Ikkala uzuk-uzuk chiziqlarning orasi demak 1 oyga teng degan ma'noni bildiradi. Endi haftalik time frame ga oladigan bo'lsanglar, ya'ni haftalik time frame ga oladigan bo'lsak, kelinglar, buni ham rasm tashab beraman sizlarga. Kanalga e'tibor qaratamiz. Kanalga e'tibor qaratamiz, tashlayapman. Xo'p, qaranglar. Aynan shu grafik faqat yuqoridagi bilan farqli ravishda D1 time frame emas, endi H4 time frame dagi grafik tashladim. Time frame o'zgardi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu joyda ham ikkita uzuk-uzuk chiziqlar bizda mavjud. Endi bu joyda biz e'tibor qiladigan narsamiz shu ikkala uzuk-uzuk chiziqlarning orasi 1 haftaga teng, ya'ni weekly deymiz-ku. Weeklyga teng degan ma'noni beryapti. Ya'ni H4 weeklyga teng degan ma'noni bildiryapti. Endi keyingi masala. Keyingi rasmni ham tashladim. Bu H1 time frame. Ko'rdinglar? Bu joyda ham grafik o'sha, faqat time frame endi H4 dan H1 time frame ga o'zgardi. Bu joyda H1 time frame daligi uchun ikkita uzuk-uzuk chiziqlarning orasi 1 kunga, ya'ni D1 ga teng degan ma'noni bildiradi. Tushundingmi? Endi slaydga e'tibor qaratinglar. Uzuk-uzuk vertikal chiziqlar oralig'i quyidagi davrlarga teng. Ya'ni M oylik D ga, ya'ni aytdim, birinchi rasmda D, ya'ni daily time frame dagi ikkita uzuk-uzukning oralig'i 1 oyga teng degan demak jumlani aytib o'tib ketdim. Aynan shu narsa ko'rsatilgan. M D1 ga teng bo'lyapti, haftalik H4 ga, D H1 ga, ya'ni 1 soatlikka teng degan demak tushuncha yozilgan bu joyda. Tushundingmi? Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, siz period funksiyasini qo'shdingiz, D1 time frame ga o'tdingiz, ikkita uzuk-uzuk chiziqlarning orasi oylikka teng degan ma'noni bildiradi. Endi siz H4 time frame ga o'tdingiz, endi ikkita uzuk-uzuk chiziqlarning orasi 1 haftaga teng degan ma'noni bildiradi. H1 time frame da bo'ladigan bo'lsa, ikkita uzuk-uzuk chiziqlarning orasi kunlik time frame ga teng degan ma'noni bildiradi. Tushunarli? Demak, undan tashqari biz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa, bu strategiya orqali asosan biz ikkita time frame da savdo qilishimiz mumkin. Ya'ni ikkita time frame deganimiz savdo time frame'lari, ya'ni uzoq muddatli savdo, qisqa muddatli savdo. O'zi savdo turlarini ko'pchilik 3 turga bo'linadi: uzoq muddatli, o'rta muddatli va scalping, ya'ni qisqa muddatli. Biz bu strategiya orqali